Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan nimani, qayerdan, qanday izlashni o'rganamiz. Buning uchun o'zimizga qulay qidiruv tizimini ochib olamiz. Google yoki Yandex. Keling, ko'pchilik Google qidiruv tizimini ishlatganligi uchun biz ham Google qidiruv tizimidan foydalanamiz. Mana Google qidiruv tizimini ochib oldik. Endi biz nima izlashimizni bilib, ya'ni masalan rasm izlashimiz mumkin, kitoblarning elektron versiyasini izlashimiz mumkin, qo'shiq izlashimiz mumkin, video izlashimiz mumkin. Shunga qarab ularni nomini yozib, so'ngra formatini yozsak, bizga Google qidiruv tizimi o'zi o'sha formatdagi ma'lumotlarni chiqazishni boshlaydi. Keling, siz bilan birgalikda rasm izlab ko'ramiz. Alisher Navoiyning rasmi kerak bo'lsa, qidiruv tizimiga Alisher Navoiy PNG deb yozamiz. PNG formati rasmlarning orqa foni yo'qligi, ya'ni ularning shaffofligi, prozrachniy fonda sizga Alisher Navoiyning rasmlarini keltirib chiqazadi. Ba'zan JPEG formatda ham chiqazishi mumkin. PNG rasmlar bor bo'lsa, avval PNG rasmlar chiqadi. Xohlasangiz JPEG deb izlashingiz ham mumkin. Mana ko'rib turibmizki, Alisher Navoiyning barcha rasmlarini chiqazib beryapti. Endi keling, PNG demasdan shunday izlab ko'ramiz. Alisher Navoiy deb izlab ko'rdik. Sizga umumiy ma'lumotlar kelib chiqadi. Rasmlari ham chiqadi, u haqidagi ma'lumotlar ham chiqadi, maqolalar, videolar hammasi kelib chiqishi mumkin. Agar Alisher Navoiy PDF deb izlasangiz, Alisher Navoiy haqida yozilgan maqolalar yoki uni asarlari, Alisher Navoiyni butun u haqida yozilgan ma'lumotlar yoki uni asarlari chiqishi mumkin. Keling, endi Alisher Navoiyni MP3 qilib, ya'ni MP3 deb izlaymiz. U haqidagi ya'ni yaratilgan muzikalar, g'azallariga yaratilgan muzikalarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, mana g'azallarini qo'shiq qilib aytgan, ya'ni internetga yuklangan barcha fayllar kelib chiqadi. Keling, endi MP4 ya'ni MP4 ni izlab ko'ramiz. Bunda video roliklar ham kelib chiqadi. Masalan, mana YouTube'da joylangan u haqidagi videolar, sahna ko'rinishlar, filmlar, shu kabi nimalarni Google sizga chiqazadi. Yoki bo'lmasa, o'zi Alisher Navoiy deb yozganingizdan keyin Google'da shunday nimalar bor, ya'ni Yandexda ham bor, qidiruv tizimida o'zi mana yozilgan все картинки, video, короткие video, новости, книги. Bularga bosganingizda, masalan, всеga bo'lsangiz, umumiy ma'lumotlar, kartinkada rasmlar, videoda videolari, короткий videoda qisqa short videosi deymiz-ku, mana shular chiqadi. Новостida yangiliklar, knigada kitoblar chiqishi mumkin. Keling, endi Yandex qidiruv tizimidan ham foydalanib ko'ramiz. Yandex qidiruv tizimiga ham Alisher Navoiy deb yozib ko'ramiz. Mana bu yerda ham Alisher Navoiy deb yozganimizdan keyin barcha umumiy ma'lumotlar chiqdi. Endi PNG deb izlab ko'ramiz. Bu yerda umumiy ma'lumotlar ham chiqdi. Kartinkaga bosganimizda barcha Alisher Navoiyning rasmlari kelib chiqyapti. Keling, endi Yandexni boshqacha qilib ham izlab ko'ramiz. Google'da izlamaganimizda Alisher Navoiy haqida yaratilgan birorta ilova bormikan, ya'ni mobil ilova. Buni ilovani izlash uchun Alisher Navoiy app deb izlaymiz. Mana bor ekan. App Store'da Alisher Navoiy haqida ilova bor ekan. Androidlar uchun ham bor ekan. Mana download skачать deb yozilgan ekan. Bunday qidiruv tizimlarda mana shu yo'l bilan foydalansangiz vaqtingiz ham tejaladi. Hammaga rahmat.